Fabrikda sehrgarlik bor desam, hech kim ishonmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta dona bag orqali sizlarni hech kim ko'rmaydigan holatga tushib qoladi. Buning uchun o'yinga yangi qo'shilgan gitara emotsiyasi kerak bo'ladi. Bitta bossanglar, xohlagan tejikiliga, xohlagan joyga kirib ketadi. Eng qizig'i, xoh klassik bo'lsin, xoh tedim bo'lsin, kirib shu holatda osongina shotlarni olib qo'ysanglar bo'ladi. %100 hech kim bilmaydigan layfhak. Men bu otishayotgan yerlarda veshni xalaqit berayotgan manyakni osongina yo'qotishni o'rganamiz. Sizga joylashtirib qo'yishingiz kerak. Albatta hazillashsin. Hozir sizlarga aytgan narsam sizga birontasi kerak emas. Prosta o'yinga kirganingizdan keyin shuni sumkani bosasizlar. Mana bu yerda shuni pichichkani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlarda o'sha xalaqit beradigan manyak yo'q bo'lib qoladi. Albatta bu Bajarish juda ham oson bo'lgan yashirin dastajeniya. Bu dastajeniyani bajarish uchun solo holatda livikka tushamiz. Reyting yoki reytingsiz farqi yo'q, faqatgina klassik rejim bo'lishi kerak. Samolyotda sakrash tugmasi chiqish bilan bosamiz va zona tarafga uchamiz. Zonaga kirishimiz bilan parashyutni ochishimiz kerak bo'ladi. Sababi biz yerga tushmasdan oldin o'lishimiz kerak. Shunda dastajeniya missiya Salom bolalar hammaga. Bugun sizlar so'ragan Arojan tepasidagi bittalik qiladigan tugma, ya'ni men buni boshqa joyga olishga o'rganamiz. Buning uchun dasturga kiramiz. 10 tarik o'tkazib, otish rejimini tugmasini namoyish bor. O'shani ajratish bosib qo'yasizlar. Bo'ldi, shu bilan bu yoqqa tushib, o'zingizga qulay bo'lgan joyga qo'yib qo'yasizlar. Dedim o'ynasalar ham xalaqit bermaydi. Ko'rishingiz mumkin, mana boshqa joyga o'tdi. Xo'sh do'stlar, bizga yangi обновление 4.1 обновлениясida Erangel kartasida mana shunaqangi qorli rejim bo'lar ekan. Bu rejimga ham bir oycha vaqt qolyapti, lekin qaranglar, Erangelda qor yog'sa ya vashshi o'yin endilar bomba bo'lib ketadi lekin. Mana shunaqangi bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga yozib keting, menga qiziq o'qib chiqaman.